Har safar Namanganga kelganimda, shu tomonlarga qadam ranjida qilganimda taklif qilishar edi Axsikentda bo'layotgan ishlar bilan tanishing, keling deb, lekin mana shunday kunlarda nasib etgan ekan bu imkoniyat. Xursandman. Birinchidan hali ishlar davom etayotgani bilan tanishish insonga bir dunyo ma'lumot beradi. O'zi aslida qanday bo'lgan bu joylar oldin yaqingacha masalan 10 yil oldin qanday bo'lgan, mana shu joy ochiq bo'lgan, tasavvur qilyapsizmi? Bu qadim deylik obidalar, ustida qor yoqqan, yomg'ir yoqqan, hammasi ochiq turganida qancha narsa boy berilgan bo'lishi mumkin. Bu haqda o'ylayapman hozir. Endi mana yopilgan, yoqdi menga juda ham bu yerdagi dizayn, hozir aytayotgan edim. Bir-biriga mujassam ravishda turibdi-da mana shu ansambl ortimizdagi. Endi bitganida ko'rish kerak, chunki bu bir qismi hozircha bitgan obidalarning, o'sha tarixiy maskanning. Hali endi bu yog'ini hamma ishlar yakunlanganida, bu yer rasman ochilganida ko'ramiz va o'sha paytda keyin kelib jurnalist sifatida bu yerdan ma'lumot berib, dunyo ahli bilan ulashamiz. Bu yer O'zbekistonning bu qismida, Markaziy Osiyoning, dunyoning bu tarafida nimalar bo'layotgani haqida bafurja xalqaro hamjamiyat bilishi kerak, lekin mana hozir menga aytishyapti, xalqaro hamjamiyat allaqachon bu yerda faol. Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli agentliklari, BMT mutaxassislari, xalqaro mutaxassislar, chet ellik mutaxassislar, ishonchim komil elchixonalar allaqachon bu yer haqida biladi va bu yerdan vakillar hozir dunyo kezib kitoblarni tarqatib, ma'lumotlarni ulashib yurishibdi, elchixonalar orqali bir dunyo informatsiya tarqatilyapti. Ya'ni O'zbekiston haqida eng kuchli targ'ibot aslida mana shunday joylar haqida bo'ladi. Bugungi kun haqida emas, bugungi kun haqida jurnalistika xabar berish kerak, lekin tarix, madaniyat, mentalitet, bu yerda insoniyatni shu kunga boshlab kelgan kunlar, omillar haqida mana shu yerning targ'iboti aslida odamlarni voqif qiladi. Omad tilayman hammaga bu yerda ishlayotganlarga, kamtarona mehnatlari uchun ularga albatta minnatdorchilik bildirishimiz kerak har doim.